Juda ko'p savol yozgansizlar, demak, выделение to'g'risida, surtma to'g'risida. Aslida surtma har bir ayolda, ba'zi bir ayollar bizga yillar davomida chidab yurishadi-da, "Voy, meni bu surtmalarim yillar davomida bor" deyishadi. Yo'q, inson qon aralash выделение kelsa, bu xavflimi? Qizlar qininglarni hech qachon yuvmaylar, har xil gellarni sotib olib, shampunlarni, intim shampunlarni olib, qinni ichi, ya'ni agarda hayzingiz tugab bo'lib, keyin qon keladigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanmaydi. Bunda albatta ayollarni jinsiy a'zolarini asraydigan didirlayn tayoqchalari bo'ladi. Ya'ni shunaqa tayoqchalarki, ular eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun aziz ayollar, singiljonlar, qizlar, siz bergan savollarga javob berishga harakat qilib ko'raman. Juda ko'p savol yozgansizlar, demak, выделение to'g'risida, surtma to'g'risida. Aslida surtma har bir ayolda, demak, balog'at yoshiga yetishi bilan qizlik paytida bo'lmaydi, qizlik davrida 11, 12, 13, ya'ni hayz ko'rish davri kelgan paytdan to klimaks davrigacha albatta har kuni ozgina bo'lsa ham surtma chiqishi kerak. Bu nimani belgisi? Bu hali ham tuxumdan normal holatda ishlayotganligini belgisi. Ya'ni ayollik gormoni, estrogen gormoni borligini belgisi bu. Demak, qancha surtma bo'lishi kerak? Miqdori qancha-yu, demak, shakli qanaqa, hidi qanaqa? Buni hammasi albatta normal holatda qanaqa bo'lishini har bir ayol bilishi kerak. Normal holatda, demak, 2 gram, 2 millilitr, mana shprits, 2 gramli shprits olib ko'rsanglar bo'ladi. O'shanaqa miqdorda rangsiz, hidsiz surtma kelishi kerak kun davomida. Agar mabodo o'sha surtmalar rangi o'zgarsa, ya'ni masalan rangsiz emas, balki sariq rang, ko'kish rang yoki qizg'ish rang bo'lsa, hamda miqdori juda ham ko'payib ketsa, yoki hidsiz emas, ma'lum bir hid, masalan aynigan baliq hidi bo'lishi mumkin, yoki qattiq hidi bo'lishi mumkin. Kelayotgan surtmalarning miqdori o'zgarsa yoki hidi o'zgarsa, albatta bu to'g'risida o'z ginekolog shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz kerak. Chunki o'sha surtma albatta mikroskopik yo'l bilan tekshiriladi. Kerak bo'lsa bakpasiv deymiz, ya'ni uni ekib ko'ramiz va qaysi mikrob sizni ichingizga tushganini, bu mikrob qaysi antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlanib, o'sha shunga mos qilib davo yoziladi. Mana o'shandan keyin demak sizda bu surtma butkul yo'q bo'lib ketishiga erishishingiz mumkin. Lekin chidab yurish, ba'zi bir ayollar bizga yillar davomida chidab yurishadi-da, "Voy, meni bu surtmalarim yillar davomida bor" deyishadi. Yo'q, inson ozoda, toza, ichidan oqayotgan surtmalari ham hidsiz, rangsiz bo'lishiga erishish kerak. O'shanda hech qaysi kasallikni avj olishiga yo'l qo'ymaysiz. Chunki har gal men bemorlarimga aytaman, tekis joyda hech qachon onkologik kasalliklar, o'smalar paydo bo'lmaydi. Albatta birinchi o'rinda qandaydir bir yallig'lanishlar sabab bo'ladi. Ayollarda birinchi yallig'lanish o'sha surtmani o'zgarishidan, kelayotgan oqmani o'zgarishidan boshlanadi. O'shani agar to'g'rilab olsangiz, albatta ko'pgina kasalliklarni oldini olgan bo'lasizlar. Endi yana shunaqa bir выделениyalar bo'yicha, o'sha oqmalar bo'yicha savol bor edi. Bu qonli выделение, ya'ni qon aralash выделение kelsa, bu xavflimi? Mana qaranglar. Har doim bilasizlarki, hayz paytida 3 kundan 7 kungacha normal holatda qon kelishi kerak. Agarda 7 kundan oshib ketsa yoki 3 kundan kam bo'lsa, demak hayz siklining buzilishi paydo bo'lgan.
bu borada shifokorga murojaat qilasizlar. Hayz sikli bo'yicha shifokoringiz tekshirib, gormonal tekshiruvdan, ultratovush tekshiruvdan o'tkazib, sizlarga nima uchun hayzingiz kamaygan yoki nima uchun ko'payib ketganligini sababini aniqlab, sizlarni davolash usullarini sizlarga yozib beradi. Agarda hayzingiz tugab bo'lib, keyin qon keladigan bo'lsa, bu normal holat hisoblanmaydi. Bunda albatta juda ko'p kasalliklarni biza bor yoki yo'qligini aniqlashimiz uchun albatta shifokorga murojaat qilasizlar. Birinchi o'rinda o'sha instrumental sharoitda bachadon bo'yni tekshiriladi, nima uchun qon ketayotganini. Undan keyin albatta ultratovush orqali tekshiriladi, ya'ni bachadon bo'yni. Demak, agar bachadon bo'ynida biron bir qon ketish holatlari bo'lsa yoki bachadonning ichida shilliq qavatida biron bir qon ketishiga sababchi narsa bo'lsa, bu albatta shifokor ginekolog ko'rigida va ultratovush ko'rigida aniqlanadi. Ba'zida esa bachadon bo'ynida ham, bachadon shilliq qavatida ham o'zgarish bo'lmagan taqdirda qon ketadigan bo'lsa, buni biz gormonal o'zgarish borligini aniqlash uchun qon topshirishga demak tavsiya qilamiz va qon topshirib, gormonal o'zgarishlar bor yoki yo'qligini aniqlab, shifo usullari yoziladi. Endi yana bitta savolimiz, qaysidir oldingi chiqishimizda o'sha jinsiy a'zolar qanday yuvilishi to'g'risida gapirilgan edi. Shunda to'xtalib o'tgandimki, qizlar qininglarni hech qachon yuvmanglar, har xil gellarni sotib olib, shampunlarni, intim shampunlarni olib, qinni ichi, ya'ni qin devorlari barmoqlar bilan yuvilishi kerak emas. Faqat demak, gigiyena qoidalari bo'yicha tashqi jinsiy a'zolar toza yuviladi, tepadan pastga qarab, va toza chochuvda har bir artgan chochig'ingiz yuvishga tashlanadi, boshqa toza chochuvda yana artiladi. Kuniga albatta shuni o'zingizga qonun qilib olishingiz kerak. Lekin qinni ichini yuvish bu noto'g'ri. Nimaga? Chunki oldingi chiqishlarimda aytib o'tgan edim, qin devorlarida demak bizani ayollarni jinsiy a'zolarini asraydigan didirlayn tayoqchalari bo'ladi. Ya'ni shunaqa tayoqchalarki, ular demak sut kislotasini ishlab chiqaradi. Sut kislotasi bu boshqa mikroblarni rivojlanishiga, paydo bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularni o'ldirib yuboradi. Agarda shu sut kislotasini ishlab chiqaradigan didirlayn tayoqchalarni biz qo'limiz bilan yuvib tashlasak, unda mikroflora deymiz, mikrofloramiz buziladi. Albatta shilliq qavatga boshqa mikroblar tezda kirib o'tirib oladi va o'shanda chiqayotgan oqmalarni rangi ham, hidi ham o'zgarib qolishi mumkin. Mana shu tufayli ham bizda mavjud bo'lgan har bir ayolda bor bioflora, mikroflora deymiz, bu o'sha didirlayn tayoqchalarini biz asrashimiz kerak. Bu didirlayn tayoqchalari agar yuvilib tashlangan bo'lsa, demak uni yana boshqatdan rivojlantirish uchun alohida shamchalar bor. U shamchalar mana aptekalarda sotiladi. Sut kislotasi tarkibida bor shamchalar. Bular tiqilgandan keyin yana o'sha didirlayn tayoqchalarini miqdorini oshirishimiz mumkin. Lekin bu maslahatlar hammasi o'zingizni shifokoringiz bilan birgalikda amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.